Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü Lüksiyerlerimize başlayınız. Lüksiyer'de size hazırız, Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü Lüksiyerlerimize sözleşten evvel vaziyet doğrusudur bir işe kelime sözleydi. Mesela alaylı yakından bir iki vaziyette Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump atandı. 2019 yıllık devlet müdafiyesi ve hukukları kanun layihesi imza koydu bu resmi kuş gibi oldu. Mesela 13. gün. Şundakla okşaşlı yani çet elliklerinin Amerika kapital selişi yani meblağ selişi doğrusu yani bir cemiyetin çet el şirketlerinin Amerika'da kapital yakın meblağ selişi tekşiriş komitetinin sizce layihesini imza koydu. İşte kanun layihe imza koyuldu. Şununla hazır Xitay doğru betleri bu cunguğa verilgen en katlak zerbe, tahlil ve analiz kılıbatı. Ondan başka yani bir eğiteye kandın, yani bir halkara miqyaslı vaziyet tutken ki Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti hazır Türkiye'den import kılınan polat kömür mahsullatları 40%'in 50%'i baş koyduğunu anlattı. Şunu olan hazır Türkiye'nin pulu devlet birliği ve devlet pulu liranın kursu düşük gitti. 40%'in 50%'i kursu düşük gitti. Onun kendi kımmet düştü. Onun kendi ağışla Rusya'da rubli, Hindistan'da rupinin kımmeti düşük gitti. Hazır dünyadaki olgular yani piştirirler. Münazır muhakemeler belmişin üstü domatıdır. Mesela lira kımmetinin düşük gitti. Otur şartla siyasi. Türkiye iktisadı da altı özgürlük kurulan olsa otur şart iktisadi cihetten kandak tesir görürsüdür. Siyasi cihetten kandak tesir görürsüdür. Bu hazır muhakemeye. Olup mu Avrupa kandak tesir görürsüdür. Bugün söz lazım muhakemeye düştü. Hem de bugün biz Lüksiyerlerimizden özgürlükleriyle indi. Prezident Trump kişilerle hayran kaldırdı. Cungu'dan kelgen okuvchilarning hammasi jasus deb ko'rsatdi. Mavzular xabar 8 ayının 8 kuni Birleşmiş Milletler e'lon qilindi. Xabar bunday başladi. Prezident Trump New Hampshire shtati o'zining Demister Gold Top klubida ziyofat berib, onu shirkatning ijroiya boshlig'ini oldi. Lekin bu prezident fursat chiqarib iqtisod va shirkatlarning kelgusi bir yilda avval e'tibor beradigan ishlari va o'ylarini, xayollarini tushunish deb modellangan tashrif bu ziyofatda ko'p vaqt ajratib o'zining o'ylaganlari bo'libmi Jungo to'g'risida o'ylaganlari ustida to'xtaldi. Xabarda bir nafar kishi, xabardor bir nafar kishi bunda Qashqar Prezident Trump shirkatlar ijroiya amaldorlariga mundaq dedi. Jungoning rais Xi Jinpingning yer shari savdosiga elib kelayotgan buzish xarakterli iqtisod plani bir yo'l, bir belbog' tashabbusi odamni haqorat qiladigan tashabbusdir. Men bunday qilishni xohlamayman. Bu plan balkim yer shari savdosini parakanda qiladi deb ko'rsatdi. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Bu darajadan tashqari raqobatchi yoki raqibning odil bo'lmagan savdo ustunligini cheklash mening birdan-bir vazifamdir. Raqobatchi Jungo, raqobatlashayotgan Jungo hozir Jungoning savdo ustunligini elish va qo'lga keltirish uchun elib berayotgan barliq tirishchanligini cheklash bu mening vazifamdir deydi Prezident Trump. Prezident Trump bundan boshqa Prezident Trump kashlik ziyofatda ma'lum vaqtni tanlab yana bundoq dedi. Go'yo bu davlatda ya'ni Jungodan kelgan o'quvchilarning hammasi jasus. Yig'inga qatnashganlar deyishdiki, Prezident Trump aniqla Jungoni da'vat qildi deyishdi. Yuqorqi jumlada Jungo bevosita tilga elinmay,
bu devletten kelgen o'quvchilarning hammasi jasus deyishdi. Xabarda tahqiqiy shaklda xabar qilib, bu davlat degani prezidentdan Jungodan kelgan o'quvchilarning hammasi jasus. Kaçlık ziyafet katlaşkan şirketlerin icraî əməldarı, Fiat şirketinin icraî əməldarı, şundaqla Boeing şirketinin icraî əməldarı qatarlıq 13 nəfər kişi. Endilikdə bəzi yeni doğrusu toxtulaylı vətəndaşlar mındaq toxtulaylı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının növbəti Jungo qaratqan siyasi, soda siyasi da özgürlüklü bir bazı iki devlet otoritezdeki soda münasebetleri, soda uğraşı diyen bir teşkil. Endi bunun Jungo'nun yarışarı vakit gazeti ve chet el matbuatları qandaq söz fikir bayan kıldı. Muşu meselesi doğru diyor sende. Zaten nimeni itiraf kılış ve yakın. Nimedi yol koyuşun talep kıldı Amerika dep sual koyganıdı bizim vatandaşımız Turan Efendi. Kısmen cevap vergenidir. Lakin toluk emas. Ben üzemme hem bunadan to'liq qanoat hosil qilmadim. Bugun men shu to'g'rida to'xtalma vatandaşlarga bu xabarni balki vaqt jihati ilgari keyin bo'lib qolishi mumkin. Chunki buni sistemga qo'yishimiz kerak. Nima deydi? Amerika Jungo ishki davlatning bu qatimqi elishiga qaranglar. Chet el matbuotlari nima deydi? Jungo matbuotlari qo'shimcha nima deydi? Bu maqola 8-oyda 9-kuni Jungo yer shari vaqt kesdilar. Bugün Amerika tarafının yeni iki hareketi veya bir vasıta tanıp yetkili bo'ladi ki Amerika hükümeti soda söhbetinde propozu işletip kalk sok kılmakta. Bu Jungo'nun meydanında bizden hakiki maksadımız soda meselesinden ibaret bundak adli mesele emas. Amerika bundak davası. Bizden hakiki mesele. Soda meselesi ibaret bunda adi mesele. Cenab-ı Şehir gezdi bunda hesaplı. Amerika hükümetinin bu hareketleri Jungo qaratqan soda siyasının bir hemmisi Jungo'nun baş götürüşüge zərbi bilir. Qaratılır. Soda siyasının bir kısmı hemmisi Jungo'nun baş götürüşüge qaratılır. Zərbi bilirişke qaratılır. Jungo'nun Amerika hükümeti ve yer şarı fen texnika sahasındaki yetekçiler ornağa takdir selişti tüketiş. Yani Jungo hazır 2005 yılda filan edigidek, Johnson şirketi edigidek, şirketlerle hazır Android sahası kırıklarında Jungo halkara cemiyette fen texnika, ilgar fen texnika sahasında yetekçi oranı çıkan bu ya. Bunun da sizler bir bilmiş gerek. Tüketiş, takdir eten tüketiş. 2019 yıllık devlet müdafiyası ve hukuk biriş kanun layihası doğrusu vol kısmında gösterdi. Bu kanun layihası yakında imzalandı baş gösterdik. Bunun için ikinci katımlık leksimizi geriyanı teyyarlar kelimiz. Bugün bunu abstrakt aldık, düşünüp dursanlar bulabilir vatandaş. Jungo'nun Amerika'ya meblağ selişini tekşürüş. Başta iş kanun dedi o. Jungo'nun Amerika'ya meblağ selişini tekşürüş ve çekleş. Amerika ile Jungo oturusuzga fen texnik hemkarlığını tekşürüş ve çekleş. Başta dedi o. Amerika ile Jungo oturusuzga fen texnik hemkarlığını tekşürüş ve çekleş. Hatta Jungo'nun medeniyet sahasının harbiy işler sahası gibi köp taraflarda faaliyet kılışını çekleş. Jungo'ga qo'sh besim paydo qildi. Bu şirketlerin hemmisi Jungo'ga qo'sh besim paydo qildi. Ol kuchisi mundaq qilsin. Gazet ol kuchisi gazeti mundaq qilsin. Prezident Trump'ның ittifoqdosh davlatlarga qaratgan savdo urushi garchi davlat majlisida munozara qo'zg'agan bo'lsin, ittifoqdoshlar deganda Kanada, Meksika deganda shundaqla Yevropa ittifoqi degandek davlatlarga qaratgan savdo urushi garchi Amerika davlat majlisida munozara qo'zg'agan bo'lsin, lekin Prezident Trump'ның Jungo bilan qarshilashish va Jungoni cheklash siyosati Amerika Davlat Majlisining birda qo'llashiga erishdi. Lekin Prezident Trump'ning Jungoni cheklash
Prezident Trump'ның Cungo bilan qarşılaşış, Cungoni cheklash siyosatini Amerika Davlat Majlisining birdan qo'llashiga erishdi. Bu xil o'rtaq tunash bir xil vakillik holat ustida qurildi. Volko'tisi shundoq deydi. Gazet shundoq deydi. Ya'ni Jungoning bosh ko'tarishi Amerikaning azob uqubatlari va ziyon zahmatlari ustiga qurildi. Demak, Jungo bosh ko'tardi, Amerika ziyon tortdi. Jungo bosh ko'tardi, qayg'u hasrat Amerikaga yetib keldi. Shuning uchun qanday qilish kerak? Endi Jungoni cheklashga mumkin bo'lgan doirada cheklash. Masalan, uning fan texnika taraqqiyotini cheklash, harbiy ishlar sohasida cheklash, madaniyat sohasida cheklash, har qaysi taraflardan cheklash. Chunki o'zingiz bilasiz, vatandosh bu dunyo raqobatchi. Bundoq bosh ko'tarish Amerikaning o'rniga tahdid elib keldi. Volko'tisi gazeti shundoq dediki, Jungoning bu shaklda bosh ko'tarishi Amerika Qo'shma Shtatlarning o'rniga, xalqaro o'rniga tahdid elib keldi. Shu yerga kelgan Yer shari vaqt gazeti nima deydi? Bundoq deydi. Bundan ko'rinishicha ko'pchilikning Amerika Jungo o'rtasidagi savdo urushining nimadan darak berganligini sizlar yetganligiga ishonadi. Demak, bu yerga qo'rqib taklashda hozir savdo urushi Jungo Amerika o'rtasida boshlangan savdo urushiga markazlashganda bu savdo urushining nimadan darak berganligini yuqori alomatlardan boshqalarni tushunib yetadiganligi ishonimizdir. Go'yo qandaqdir oddiyla savdo masalasi emas. Bugungi Amerika Jungodagi savdo urushi qandaqdir oddiyla savdo urushi masalasi emas. Savdo urushi masalasi emas. Balki qandaqdir Prezident Trumpning birdamlik qiliqlari, savdo qiliqlari emas. Balki umumiy yerni qoplagan Jungoni cheklash to'rining bir qismi. Balki umumiy sahani qoplagan Jungoni cheklash to'rining bir qismi. Yer shari vaqt gazeti Amerika matbuotlaridan naql keltirib bundoq ko'rsatdi. Endi Amerikaning o'zidan naql keltiryapti yer shari vaqt. Masalan, Amerika Kolumbiya universitetining iqtisodshunosi professori Jeffrey Sachs Washington Post gazetiga yozgan maqolasida bundoq ko'rsatdi. Prezident